o'ng tomondagi qo'shnim dunyoning o'nlab davlatlariga sayohat qildi. Chap tomondagi qo'shnim 2 marotaba umra qilaman deb Makka va Madinada ibodat qilib keldi. Odamlar o'ng tomondagi qo'shnimga baraka toping, ko'plab mamlakatlarga safar qilib dunyo kezasiz, yurgan daryo, o'tirgan buyra. Bu dunyoda olam kezganingiz qoladi, safar qilgan kam bo'lmaydi deb rosa maqtashdi. Umraga borgan qo'shnimni esa ko'p malomat qilishdi. Undan ko'ra o'sha umra pullarini falon qilsangiz yoki pistonchiga berib yuborsangiz bo'lmasmidi? Pul topib aql topmagan banda deyishdi. Sizlarda ham ibodat safariga borganlarga malomat qilib tosh otishib olam kezgan sayohatchilarni maqtashadimi?